Bugungi videoda men sizlarga arzon sifatli prevyuani tayyorlashni o'rgataman. Jihaz sifatli emas, lekin YouTube'ni endi boshlaganlarga bo'laveradi. Biza bu uchun Photoshop ilovasi kerak bo'ladi. Biza bu Photoshopga kiramiz. Sizlar bu ilova kirishlaringiz uchun albatta sizlarga internet kerak bo'ladi. Internet bo'lmasa bu ilova ishlamaydi. Kutamiz. Mana kirib ham oldik. Endi esa biza edit photo degan joyga bosamiz. Bu yerda sizlar galereyada kiradi va biz galereyamizdan o'zimizga kerak bo'lgan fonni tanlab olamiz. Va bu yerda fon degan joyga kirib, bu yerga e'tibor qilinglar va bu yerda bunga kirib galereya va mana buni tanlayman. Bu preview kelajakda kelajak emas, endi yana biroz vaqtdan keyin men ana stream ham emas, biz do'stim bilan o'ynamoqchimiz. Shu uchun ham shu yerda shunaqa narsa preview yasadim. Bu do'stimning skiniga o'xshab ketgan. Shu uchun shunaqa skin oldim. Buni yuritish uchun ikkita qo'l bilan harakatlantirib yuboramiz. Geçen bulacağımız mana endi esa bize ikkinchisini qo'yib olishimiz kerak. Yana fontga bosib pastda mana galereyada qolgan rasmimizni olamiz. Xo'sh, rasmga kelsak, mana shu rasmni olamiz. Bu rasmni biz mana bu yerga qo'yamiz. Mana endi esa biz bu yo'lni o'chirib, chiroyli qilib taxlaymiz. Mana bunlar bu yo'lni ham tayyorlab oldik. Endi esa yozuvlarni bosamiz va tekst degan joydan biz o'zimizga kerak bo'ladigan yozuvlarni yasab olamiz.
Mana bizani prevyumiz ham tayyor bo'ldi. Uncha juda zo'r ham, juda yomon ham chiqqani yo'q. Ko'rishinglar mumkin. Atak bu ilovani o'zida tekst yozuvchilar va mana bunaqa soya va shunaqa narsa qo'yadiganlar bor edi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Barchaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta bu ilova orqali sizlar albatta o'z prevyularingizni yasashingiz mumkin. Barchaga rahmat.